Gap yo'q hoji aka. Lekin rostdan aytaman, hoji ota hojonani olib, mana kapitanskiy sidenada mazaq o'tkazib olib, dam oltirib, dollarni olib ketadigan avtomobil ekan. Naqd 3 ta qatorli, 3-qatorida podogreflarigacha bor-da, televizorlarni aytmaysizmi? Men podstoliklar lekin alohida tema. Notebookingizni ochib olib, bemalol ishlaringizni yo'g'i bu yo'g'iga qilib ketsangiz bo'laveradi. Hozirgi kunda juda ham bir trendda bo'layotgan avtomobil. Hoji aka, eng maksimal full komplektatsiyadagi Li 9 Max avtomobilimizni olib kelib qo'yganmiz, sotuvga ko'rsangiz bo'ladi. Juda ham zo'r holatda bo'lib turibdi. Gap yo'q. Avtomobilimiz 2023-yil ishlab chiqarilgan va shu kungacha 57 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Buni ichki saloniga bitta baho berib qo'ying, takoy paruklari chiqib keladi. Saloni hali ham matov bo'lib turibdi, masajlarigacha bor-da. Maza qilib, hoji otani o'tkazib olib, hoji ona bilan masajlarini olib ketishsa, duo qilib ketishsa, aka, zo'r emasmi, ayting. Ushbu avtomobilimizni endi narxiga keladigan bo'lsak, egalari bilan gaplashib, siz uchun maza qilib bosib haydab yuborishingiz uchun ushbu avtomobilimizning narxini 51.800 qo'ydik, aka. Menimcha, bunaqa narxga, bunaqa probegli avtomobil, bunaqa komfort bilan arzib borsa kerak, aka. Bosib yuboring.